Şeriatda Alloh tarafiga chaqirishni da'vat degan shuni degan bo'ladi ya. Ikki xil bo'ladi. Da'vat ikki xil. Birisi Alloh tarafiga chaqirish bo'ladi. Yana birisi o'ziga chaqirish bo'ladi. Allohga chaqirdim degan nom ostida, Allohga chaqirdim degan chapan ostida o'ziga chaqirish bo'ladi. Allohga xolis Allohga qilingan da'vatning asosi ko'rsatilgan yo'lda minish. Bu yo'lga ergashish. Ammo o'ziga chaqirgan ya'ni shaklda, nomda Allohga da'vat qilish, dinga da'vat qilish bo'lgan bilan o'ziga qilgan da'vatning asosi yo'ldan chiqish. Allohga xolis qilingan da'vatning asosi da'vatchilar o'tiridagi hamkorlik. Ammo o'ziga qilgan da'vatning asosi prinsipi o'zaro to'qinish, azarlashish. Allohga xolis qilgan da'vatning asosi boshqalarni itrof qilish, o'ziga qilgan da'vatning asosi boshqalarni o'rtadan qoldirish. Demak, yo'l ko'rsatilgan prinsip bo'yicha mangan vaqtimizda yo'ldan chiqmasak, hamkorlashsak, o'zaro raqobatlashmasak, boshqalarni qabul qilsak, boshqalarni rad qilmasak, biz Allohning Rasuli ko'rsatgan yo'lda bo'lgan bo'lamiz. Bizning da'voyimiz xolis bo'lgan bo'ladi. Bu orqali da'vatchilar Allohning nazarida yuksaladi, kishilarning nazarida mo yuksaladi. Ammo unda qilmasak, o'zaro yordamlashmasa, o'zaro hamkorlashmasa, o'zaro bir-biriga har xil ittihomatlarni qana qilsa, atsa masalan, yomon tushunchalarda bo'lsa, bak echinishlik bir ahvol bu. Tabiiyki bizning hozirgi ahvolimizga tushudi ma'lum jihatda. Bunda o vaqtda Allohning nazarida mi tushudi, kishilarning nazarida mi ham tushudi. Biz darsimizning boshida deganimizdek, musulmonlarning, islom dunyosining 95% o'rtaq nuqtasi bor. Düşmanlarning 95% o'xshamaydigan tarafi bor. Ammo ma'al asaf, düşmanlar o'rtaqlashish degan bu uqumni o'rtaga olib chiqaliqliq. Asli bu uqum islomiy uqum bu. Biz yuqorida ko'rdik. Oyatning shuari shu. Hadisning ifodasi shu. Biz bu xil shaklda guruhlashish, o'rtaqlashishga eng ehtiyojlisi biz. Chunki dushmanlarning hozir bizning ustimizdan g'olib kelishining, kuchlanishning birdan-bir sababi nima bo'lsa o'rtaqlashish. İş gruppasi qilish, ya'ni bu ishlarni guruhlashib qilish. Chunki biz qilayotgan bu ish, yashayotgan bu hayot har turli sohalarningki o'rtaga chiqishga ehtiyoji bor. Bir odamningki hamma sohada yetilib bo'lishi mumkin emas. Har bir odam ma'lum kasbda, ma'lum bir turda, bir sohada yetilib mutaxassis bo'lishi kerak. Anikin men bir turda voyaga yetdim. Yana birisi yana bir turda voyaga yetdi. Yana birisi yana bir turini to'liq egalladi, mutaxassis bo'ldi. Anikin hammalar bir yerga kelgandan keyin bir o'rtaq jamiyatning ehtiyojini qondira oladigan, jamiyatni yuksaltirib atmanga oladigan, musulmonlarni taraqqiy qildirib ilgaritira oladigan bir o'rtam maydonga keladi. Bir hol maydonga keladi. Bu bizningki eng oxirida erishmoqchi bo'lgan nijotligimizning asosi bu.